Bunaqangi chiroyli manzaralarda, naveslarda, ertaklarda, multfilmlarda ko'rgansiz. Biz realni ko'rsatamiz. Farg'onani, Bag'doddan, Samandarali ustakalarimiz Namanganda Gulbog' qishlog'iga zo'r qilib mana shunday shumkali naveslarni qilib beribdi. Uzunligi 14 metr, eniga 6 metr joyimiz. Ofshi kvadrati 84 kvadrat joyda 1 kvadrat metrini 420 ming so'mdan ustanovka qilib berishdi akalarimiz. Usta haqqi, materiali, dastavkasi hamma yo'g'i ichida 420 ming so'mdan shumkali navesimiz bo'ladi. O'sha summasi 35 millionga bitgan navesimizni ko'rib turibsizlar. Mana bular alohida hisoblanadi. Biz faqatgina naves kvadratini aytyapmiz. Xohlasanglar mana shularni ham 1 metrini 700 ming so'mdan chiroyli qilib siz xohlagan fasonda qilib berar ekan. Bu shumkali naves bo'ladi. Kraskalangan dim fanera tashlangan, falga, no'torqalidagi tunika qilingan, tevasi juda ham zo'r. Yomg'irda shovqinda o'tkazmaydi, issiqda o'tkazmaydi, shumka bo'ladi. Hovlingizdagi mana shunday chiroyli burchatkalaringiz, travertinlaringiz oqarib ketmaydi quyoshda va yomg'irda yomon bo'lib ketmaydi. Bir oyda bir marta supurasiz, toza turadi. Pastda nomer qoldiramiz, xizmatlar O'zbekiston bo'ylab.